Ha, gittik. Hop. Hop. Tezleş, tezleş. Hop, gel. Kana gel. Gel. Anını gördün mü? Görseler başkalara. Ne olup durganı beni. Görüyorsun, içeri attı valla. Stadyumda bızı yatıptılar bula. Gördün mü hele? Vurur, tep teksetecekler. Vurur Şavat'ta Şahabat stadyumunu tep teksetip tikslep tutacaklar. Görün içeri attı valla. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, hurmatli obunachilarimiz. Sizlar bilan görüştürib qolganimdan xursandman do'stlar, hurmatli do'stlar. Hozir men turgan yerimiz Shovot tumani markaziy stadioni, Shohobod stadioni, ya'ni eski stadion bo'lib qolgan yerlar. Endi avvalgi holatlarida meni bu yerga keladigan bo'lsam, to'g'risi yoshroqlarim yodimga tushib ketadi. Bu yerlarda, nechun desa, katta san'atkorlarning kassetlarına girganmiz yoshroqlarimizda. Xorazm yulduzlari kelgan, qaraversak ko'p masalan yazımda axırgi marta masalan Anvar Samoyevning konsertiga girganman, mana shu stadion to'lib turardi. Odamlar futbol o'ynab olardi. O'zimiz maktablardan kelib futbol o'ynadik bu yerda. Ya'ni rayondagi eng markaziy stadionda to'ylar, tadbirlar qilib, eng bir katta stadion edi. Bunday qarayotgan bo'lsak, bu stadion ko'rib turganingizdek tep-tekis bo'ladi. O'rnina zamonaviy, hozirgina javob beradigan stadion quriladi do'stlar. Hozirgina javob beradigan. Ya'ni bu stadionda ko'rib turganmisan, onda zdaniya bu o'sha zdaniya qayta ta'mirlanadi, o zdaniya qayta remontdan chiqariladi va bu esa qaytadan yıkib tashlab zamonaviy stadion shu yerda foyda bo'ladi do'stlar. Bu esa Shovotlar uchun eng bir zo'r yangilik. Biz esa bu futbolimizni rivojlanishini, futbolimizni bir yuqori marralarga chiqishini eng katta bir turtki bo'ladi. Ya'ni bizning yoshlarimizni, bizning Shovotning yoshlarini shu yerda katta stadion borligi bir motivatsiya beradi do'stlar. Qaranglar mana, ina hozir ina, bu stadion. Ko'ringlar, o'zi bu stadion qurmasa bo'lmaydi. Tushunasiz, hozir yoshlarimiz bor bu. Kichkina setkani ichida o'ynab o'rganib qoldilar-da. Katta kengroq yerlarda o'ynab, kengroq yerlarda aytgan bo'lsa, shuni bizlarda shuni professional futbolchilar ham chiqib boradi. Shovotdan bunday kanal e'tibor qiladigan bo'lsangiz, sport bo'yicha, Xorazm bo'yicha Shovotdan ham yuqori natijalar erishadigan sportsmenlarimiz bor.